Assalomu alaykum, hurmatli aziz jondor saxovat mehr 2020 saxiy birodarlari. Mana bugun 27-aprel yakshanba kuni, navbatdagi ehson kuni. Bugun siz bilan birgalikda 35 ta mehr oilamizga ehson tarqatamiz. Mana shu ehson tarqatishdan oldin mana shu ehsonni tashkil qilgan homiylarimizga hamda transport bilan xizmat qilgan barcha do'stlarimizga qo'l kuchi bilan, hatto duolari bilan bizlarni qo'llab turgan barcha guruhdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bu ehsonimizda 15 ta oilaga yo'q ehson qilgan do'stlarimiz bor, kiyim-kechak qilgan ehson qilganlar bor. Qisqasi, barchasini Alloh ko'rib turibdi. Alloh roziligi uchun ehson qilishgan. Ilohim Allohning ulug' dargohida qabul bo'lsin. Mana hozir bizlarni qo'llab quvvatlab turasizlar. Alloh kuch-quvvat bersin. Nasib bo'lsa siz bilan birgalikda 35 ta mehr oilamizga ehson tarqatamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Biz bilan birga bo'ling. Dadajonim, sog'indim seni juda. Nahot ko'zlaringiz mangu uyquda. Dadajonim, sog'indim seni juda. Nahot ko'zlaringiz mangu uyquda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda. Bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam, o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam, bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam, endi gohida tushda ko'ringan dadam, bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam, endi gohida tushda ko'ringan dadam. O'rningiz bo'lindi bu uylarda, izingiz izladim men ko'cha kuylarda. O'rningiz bo'lindi bu uylarda, izingiz izladim men ko'cha kuylarda. Voyaga yetkazdi onam orzularda. Bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda. Voyaga yetkazdi onam orzularda. Bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda. Bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam, o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam, bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam, endi gohida tushda ko'ringan dadam, bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam, endi gohida tushda ko'ringan dadam. Dadajonim, sog'indim seni juda. Nahot ko'zlaringiz mangu uyquda. Dadajonim, sog'indim seni juda. Nahot ko'zlaringiz mangu uyquda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va
dunyoda o'rnilari bilingan dadam o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam bizni deya yuragi ko'p bilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam bizni deya yuragi ko'p bilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam o'rningiz bo'lindi bu uylarda izingiz izladim men ko'cha kuylarda o'rningiz bo'lindi bu uylarda izingiz izladim men ko'cha kuylarda voyaga yetkazdi onam orzularda bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda voyaga yetkazdi onam orzularda bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam bizni deya yuragi ko'p tilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam dadajonim sog'indim seni juda nahot ko'zlaringiz mangu uyquda dadajonim sog'indim sizni juda nahot ko'zlaringiz mangu uyquda sizsiz shodlik quvonchlarim behuda ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda sizsiz shodlik quvonchlarim behuda ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam bizni deya yuragi ko'p bilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam bizni deya yuragi ko'p bilingan dadam endi gohida tushda ko'ringan dadam o'rningiz bo'lindi bu uylarda izingiz izladim men ko'cha kuylarda o'rningiz bo'lindi bu uylarda izingiz izladim men ko'cha kuylarda voyaga yetkazdi onam orzularda bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda voyaga yetkazdi onam orzularda bosh bo'lsangiz bo'lmasmidi bizni to'ylarda bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam o'zi yemay bizlar
jonim, sog'indim sizni juda. Nahot ko'zlaringiz mangu uyquda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda. Sizsiz shodlik quvonchlarim behuda. Ruhingiz bo'lsin doim tinch va osuda. Bu dunyoda o'rnilari bilingan dadam, o'zi yemay bizlar uchun ilingan dadam. Bizni deya yuragi ko'p bilingan dadam. Mana hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi ehson tarqatish jarayoni ham o'z navbatiga yetdi. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu ehsonni amalga oshirishga katta hissa qo'shgan tadbirkor do'stlarimizdan, o'zini transporti bilan va qo'l kuchi bilan hamda duosi bilan xizmat qilib turgan barcha ya'ni mana shu kim bir hissa, ozgina hissa qo'shgan bo'lsa ham mana guruhimiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana mehr bolajonlarimizga Alloh qodir qilgancha ularning qalblariga xursandchilik kiritdik. Mana shu xursandchilik kiritishimizga esa sizday saxiy do'stlarimiz sababchi bo'ldi albatta. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana kelgusi oy, mana shu yakshanba, ya'ni oxirgi oyning yakshanba kuni siz bilan diydor ko'rishguncha salomat bo'linglar. Qolaversa, mana shu ehson jarayonini ibrat uchun keng ommaga tarqatishga sababchi bo'lgan mana shu Jasurjon do'stimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. U kishi safarda ekanlar, iloyim safarlarini Alloh bexatar qilsin, topgan tutganlariga Alloh baraka bersin. Shiorimiz o'zgargani yo'q, o'sha mehr bizni birlashtiradi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.